Rossiya armiyasiga yo'llangan yana bir o'zbekistonlik erkak qamaldi. Kun.uz o'rgangan sud hujjatiga ko'ra, sirdaryolik 60 yoshli erkak 2023-yilning aprel oyida Rossiyaga ishlagani borgan. Avvalroq payvandchilik qilib, keyinroq rus millatiga mansub Viktor ismli shaxs bilan tanishgan. Uning taklifi bilan pul uchun Rossiya armiyasiga yo'llanib, 1 yillik shartnoma imzolagan. Shundan keyin shartnomasi yakunigacha Donetskda Ukrainaga qarshi janglarda qatnashgan. Erkak shartnomasi tugab O'zbekistonga qaytgan. U 2025-yilning yanvarida Sardoba tumanida o'zining Nexia'sida yo'l chetidagi 2 piyodani urib yuborgan. Ulardan biri og'ir tan jarohati olib, voqea joyida vafot etgan. Sud unga bu jinoyati uchun 3 yil barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilgan holda 3 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Jazo shartligiga o'zgartirilib, unga 2 yil sinov muddati belgilangan. Keyin esa uning Rossiya armiyasiga yo'llangani ma'lum bo'lgan va buning uchun alohida jinoiy ish ochilgan. Sud unga bu jinoyati uchun 34 million so'm jarima va 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Bundan tashqari unga yo'l transport hodisasi bo'yicha chiqarilgan hukm bilan tayinlangan jazo shartliligi ham bekor qilingan. Erkakka shu tariqa uzun-kesil o'tash uchun 5 yil u 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llangan. Ma'lum bo'lishicha, erkak afg'on urushi qatnashchisi bo'lgan. U apellyatsiya shikoyatida aybiga iqrorligini va pushaymonligini, shuningdek o'zi afg'on urushi qatnashchisi ekanligini aytib, suddan o'ziga nisbatan yengillik so'ragan. Biroq sud hukmini o'zgartirishsiz qoldirgan.